Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Büyük islahatçı alim Abdüqadir Damallamning şehit bolganligining 100 yilligi munosabati bilan Damallamni cho'nqur seg'inish ve hasrat bilan eslaymiz. Damallam bugünkü günde yani 1924 yılı 8. ayının 14. günü hain kulu bilen şehit kılıngan idi. Ot yürek alim Abdüqadir Damallam 21. əsrdeki büyük islahatçılar emas, belki Şarkı Türkistan tarixida alohida muhim o'rin tutilgan shaxsdir. Çünkü Damallam başlagan yeni muarif sayesinde diyarimizdeki mektep medresler konulikka, qalaqlıqqa, qarang'uliqqa xeyri xoş degan ve avam xalqning dinni ügüniş yolu alohida o'ng'aylashgan edi. Abdüqadir Damallam Şarkı Türkistan'da əsrlərdən beri qalaqlıq ve cehalet içinde kalgan mektep medreslerinin dersliklerini ösmürlerinin seviyesiga ve zamanının taqazzasıga münasip halda Uygurca tüzüp çıkış, dersliklerge Uygur dili, Kur'an okuş kaidesi, matematika ve tenterbiye qatarlıq türlerini kirgizip, yenice ilgar muarifni berpa qilish arqılıq devr bölgüç islahat elip bargan ulu şəxsdir. Abdüqadir Damallam yana ana tilde eser yazış arqılıq əsrlərdən beri davamlaşıp kelgen konu adetini örüp taşlap, kiyinkilerge parlak yol açıp beriş arqılıq uluq boğumuz Yusuf Has Hacibning iradesiga varislik qilgan ölgülük şəxsdir. Çünkü burunqi Uygur ülmaları eserlerini Arapça yoki Farsça yazılgan bulup, şu zamanlarının taqazzası boyunca Arapça yoki Farsça bolmagan eserler eser hesaplanmaydigan derecede idi. Şu sebepten Uygurca yazılgan dini eserler yoknun ornida idi. Abdüqadir Damallam 1862 yılı atışının Meşhed yazısında doğulgan bulup, balılık ve ösmürlük yıllarını öz yurtudaki medreselerde okuş bilen ötküzgen. Onundan Qashqar ve Buxoro medreselerinde ilim tahsil qilgan. Andın Şarkı Türkistan'da xalqni ilim ma'rifat bilen aqartish, vatanni qutquzish yo'lida barliq aql parostini ve kuch-quvvatini milli muarifni isloh qilib, yangicha o'qitish uchun sarf qilgan ve bu yo'lda hayotini taqdim qilgan bir shaxsdir. Damallamning vatan sevgisi, büyük islahatçı alim Abdüqadir Damallamning talanti, köp qirliq iqtidori Buxoroda o'qiyotgan mezgilida o'tirg'i chiqqan bo'lib, ustozlari ve saboqdoshlari uningga qoyil bo'lgan ve uning mo'l bilim hosil qilganligiga shohid bo'lgan edi. Şu sebepten Damallam Buxorodagi o'zi o'qigan madrasada mudarrislikka taklif qilingan. Ammo Damallam o'z xalqini g'aflat uyqusidan uyg'otib, ularning dillariga ilm ma'rifatning ko'chatlarini tikish maqsadi bilan o'z yurtiga qaytishni qaror qilgan. Damallam şu chaqdagi vatan sevgisini ve ana vataniga bo'lgan kuchlik intilishini mono she'r bilan ifodalagan. Bağrınğa intildim ey ana vatan, qo'yningda yashashqa bastım men qadam. Ümidim bolganda xalqim bilimlik, tugaydu qalbimda hasratu alam. Damallam Buxorodagi o'qishini 8 yilda tamamlab, ustozlarini hayron qoldirarlik shaklda ilm irfonga to'lib, ona vataniga qaytganda, yurtidagi madrasalarning qalaqligi ve xalqining nodonligidan bakmu afsuslangan ve darhar ıslah qilishning yo'lini tutib ish boshlab etgan. Neticede Damallam açkan yangicha maktablardan ma'rifat g'unchilari o'lib chiqishga boshlagan. Damallamning xalqni uyg'otish harakatlari. Abdüqadir Damallam eserleri, nutuqlari ve derslari orqali hamisha xalqni g'aflatdan uyg'otishga tirishadi. Hatta taliblarga buyurup teşviqat varaqçılarını tarqıtattı.
u təşviqat varaqçılarında mundaq otluq xitaplar var idi. Bu davr ilm ma'rifat davridir. Jaholat va nadonlik davri emasdir. Sei va g'ayrat vaqtidir. Susluq, bekorchilik davri emasdir. Boshqa xalqlar ilm ma'rifat ko'kida uchmoqda, suv taktida üzməkdə. Bizlər bolsaq texicha g'aflat uyquda uxlayotimiz. Uyqu o'limning muqaddimasidir. Bu tarzda davomliq uxlamaq zavollik va halokat demakdir. Uyqudan bidar bo'layli, hali ham vaqt va fursat bordir. Damollam yana o'zining Ammaga nasihat nomli asrdagi vijdonni uyg'otadigan, odamni tafakkur qilishga undaydigan, qilishdan o'tkir so'zlar bilan fursat topsila xalqni uyg'otishga o'rnatdi. U yana taliblar bilan birlikda Qashqar va Yakan qatorliq shaharlarda Xristian dinini kuchli tashviq qilayotgan Shved va Rus missionerlarining harakatlariga qarshi amaliy kurashlarni elib borgan edi. Öz vaqtidagi vaziyat. Ayni yillarda diyorimizda Qur'on va sunnatning yo'lidan chiqish, Yusuf Xas Hojib ruhidan yiroqlashish, turli xurofotlarni din deb qabul qilish, rohiblarcha tarki dunyolik targ'ibotiga agishish xohishi bosh ko'targandan keyin madrasalar jonbaqar qora qo'soqlarni yetishtirib chiqadigan, xalq bid'atlarga cho'kib ketgan bir vaziyat shakllangan edi. Neçe 10 yıl o'qibmi dinni tushunmaydigan, shariat ahkomlarini bilmaydigan, faqatla madrasada o'qidi degan atoqni elib, o'sha atoq bilan jon boqadigan, bilmayman deyishdan nomus qilib, xato fatvolarni chiqaradigan ahvollarmi ko'payib ketgan edi. Xalqning bilim bo'lishga tegishlik Aşu məktəb madrasalar intayin passivlik içində jaholat qaynımığa aylanıb qalğan bo'lib, taliblar tushunmasimi yodlab o'qishga zo'rlanatdi. Ular o'zlari tushunmagan tekstlarni yodlash bilan yillarni o'tkazatdi. 7-8 yil arab grammatikasini yodlab o'qibmi birer oyatga yoki birer hadisga ma'no aytolmaydi. Shu chaqda taliblar bu vaziyatni qo'shoqlar bilan ifodalagan. Zanjani kitob kunduzimizni kecha qildi, oltaylan idiq yettilimizni gachi qildi. Bu qo'shoq taliblarning o'zi tushunmagan arabcha tekstlarni yodlab o'qishi va o'z tilidan yodlashishi natijasida ustozi bilan birlikda gachiga aylanib qolganligini ifodalaydi. O zamanlardaki məktəb madrasalarda taliblar shunchalik ko'p o'qigan turuqliq, olim bo'lib chiqqanlarni barmoq bilan sanig'il bo'ladigan darajada intayin oz edi. 20-30 yil madrasada o'qibmi bir narsa bilmaydiganlar intayin ko'p bo'ladi. Demak, ömrni, vaqtni isrof qilganga tushliq hasilat yo'q edi. Shunga taliblar bu echinishlik ahvolni mono qo'shoq bilan tasvirlagan. 7 yıldır tinim tapmay o'qiymiz. Babı istinjaga keldi endi bizning darsimiz. Yangicha ma'arif. Damollam Buxorodagi o'qishini bitirgan hamon Sharqi Turkistonda boshlagan yangicha ma'arif harakati mustabid hokimiyatning qarshiligi va dini to'nga o'rnab olgan jonbaqarlarning usuli jadid harom, uni o'qish tahriylik deydigan fatvolar sababli turli to'solg'uliqlarga uchirdi. Ammo Damollam xalqni uyg'otish va muarifni isloh qilishdan iborat irodasidan qilcha voz kechmadi. Shuningdek, Damollam haj safariga otlanish va shu orqali da'vat yo'lda texmi unumli tajribalarni hosil qilishni o'ylab, Makka, Madinaga yo'lga chiqdi. Hac ibadatini o'rinlab bo'lgandan keyin Misrda ziyoratda bo'ldi va Qohira shahrida 2 oy turib qoldi. Shu zamonlardagi ilg'or fikrlik ulamolar bilan uchrashdi. Alloma Muhammad Rashid Rizo, Al-Liva majmuasining sohibi va mudiri Mustafa Kamil, Madrasa-i Tahziriyaning mudiri Sayyid Muhammad Efendi qatorliqlar bilan
xalqni uyg'otish, madrasalarni isloh qilish va boshqa muhim masalalar ustida tafsili suhbatlashdi. Domollamning notiqligi va esil fazilati ularni qoyil qildi. Shuningdek, domollam Istanbul, Qozon, Ufa, Buxoro, Toshkent, Olmuta, G'ulja orqali Qashqarga yetib keldi. Domollam bu qatimli safarda islom dunyosini uyg'otish va mustamlikachilarga qarshi turish harakatining bayroqdorlari bo'lgan Jamoliddin Afg'oni, Muhammad Rashid Rizo, Muhammad Abdu, Türk qavmlari ichida tunji bo'lib yangicha ma'arifni o'ttirg'i chiqargan Tatar olimi İsmail G'asparoli qatorliq kishilardan zo'r darajada ta'sirot olgan edi. Bu qatim u Qashqarga qaytishdan burun Buxoroga berib, u joydagi ustozlari va katta ulamolardan usuli jadid vojib, uni o'qish zarurdir degan fatvoni elib kelgan edi. Usuli jadid deganimiz shu zamonlarda madrasalarning ko'na qatmal usullariga qarshi holda hozirgidek maktabda o'tirib, o'rindiqda o'tirib kitobdan o'qiydigan, o'zining tilida o'qiydigan, zamon talab qilgan bütün fanlarni o'qiydigan bir o'qitish shakli bo'lib, buni Türk qavmlari ichidan İsmail G'asparoli birinchi bo'lib o'tirg'i qo'ygan va shu tatarlarning orasida natija qozongan. Shuningdan keyin bizning vatanga asta-asta kirishga boshlagan. Domollam diyorimizda asarlarni arabcha va farscha yozishdan iborat an'anaga aylanib qolgan ko'na odatni buzib tashlab, o'zining asarlarini o'z millatining tili bo'lgan Uyg'ur tilida yozib tarqatishni yo'lga qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda yangicha madrasalarni ochib, madrasalarning darsliklariga Uyg'ur tili, matematika, tantarbiya, Qur'on o'qish qoidalari qatorliq darslarni kirgizdi va darslik materiallarni o'zi bir qo'lliq tayyorlab chiqdi. Buningdan boshqa yana ommabop asarlarni Uyg'ur tilida yozib chiqib, madrasalarda o'qitdi va keng xalq ommasiga tarqatdi. Domollamning Zurur aqidalar nomli risolasi intayin ixcham, mazmunliq, yodlash qulay, o'qigan o'qimagan har qanday bir Uyg'ur foydalana oladigan savol-javoblik asar bo'lib, bir musulmonga yetarlik edi. Men bu kichik vaqtimda shu kitobni yodlab o'qigan esimda bor. Qiroat ilmi nomli asar Uyg'ur tilida yozilgan tunji asar bo'lganlikdan nomi Tajvid Turkiy deb atalgan. İslam ibodatlari nomli asari islomda buyurilgan ibodatlarni nihoyat tushunishlik va ixcham holda savol-javoblik bayon qilgan asar. Har bir musulmonga zarur. Yangicha ma'arifga qarshi chiqqan qara qo'rsaqlarga Domollam o'zining o'tkir nutqlari bilan keskin javoblarni berib keladi. Bir kuni Qashqarning katta boylaridan Hamroh boy bir so'rinda Domollamning madrasalarni isloh qilishning zarurligi to'g'risidagi nutqidan keyin bizning Qashqarning Sani Buxoro, ya'ni ikkinchi Buxoro deb nomi bor. Uning maktab madrasalaridan ma'rifat nurlari chechilib turdi. Shundoq turuqliq uning ustiga yana qavatlashning nima hojati? Hasanni ko'paysa aman tetido degandek. Bu qilganlari tetiqsizlik bo'lib qolarmikin Domollam deb Domollamga ostirdan tahdid solganda, Domollam ular tushuna oladigan oddiy tilda qat'iy javob berib, masalani oqilona tushunish kerak. Qisqasi 15 yil, uzuni 20 yil madrasada o'qigan bir talibni shu topda tuzuk bir parcha salom xat yoza oladi yoki do'konda hisobot daftari tuta oladi deyish qiyin bo'lib qoldi. Mushunda qatmal holatdan qutulish uchun yangicha maktablar ochib, qobil kotiblarni, usta buxgalterlarni yetishtirib chiqish yurtimizning orzusi, shuningdek silining mu ehtiyojlari emasmi? Shunda qilsak buning nima ziyni bor degan. Abduqodir Domollamning asarlari. Hozirgacha Abduqodir Domollamning 11 asarini tizimlab chiqdik. Belki bundan ko'p asarlar bo'lishi mumkin. Mening bilgunim mushunchalik. Zurur aqidalar,
qiroat ilmi, islom ibodatlari, morfologiya va sintaksis, adabiyot ochqichi, sabiylarga ta'lim, yosh o'smirlarga nasihat, hisob ilmi, mutolaa hidoyat, iymon javharlari, ommaga nasihat. Damollamning asarlarining ko'pinchisi sap Uyg'ur tilida yozilgan bo'lib, diyorimizning har qaysi joylardagi maktab madrasalarda darslik qilib o'qitilgan. Damollamning Adabiyot ochqichi nomli asari Buxoro madrasasida taliblik chig'ida yozilgan qimmatli asar bo'lib, o'z vaqtida Buxoro madrasalarida darslik qilib o'qitilganligi ma'lum. O'z vaqtida Damollamning Javohirul Iqon, ya'ni iymon javhiri nomli asrini o'qigan ulamolar buni cho'qim Sham yoki Misrning oliy bilimgohlarida o'qigan katta bir olim yozgan bo'lishi kerak deb taxmin qilishgan ekan. Damollam Qozonda nashr qilingan Shura, Vaqt va Tarjimon qatorliq gazet jurnallarni mutolaa qilib turadi va muhim maqolalarni chiqarib turadi. Taliblarga o'qitadi. Shura jurnalining 1915-yili 23-sonida Damollamning Bayoni haqiqat nomli ilmiy maqolasi nashr qilinganda Shura jurnali idorasidagilar Damollamning mo'l bilimiga qoyil bo'lganligini bildirishgan edi. Damollamga suzilgan qara qo'llar. Afsuski har qanday bir haqiqatning va har bir payg'ambarning dushmanlari bo'lganidek Damollamning dushmanlari bo'lgan. Biri o'z qinidan, o'z millatidan bo'lgan hasadxo'r, nodon, qaloq, jahil dushmanlar bo'lsa, yana biri mustamlikchi hokimiyatdan iborat ashaddiy dushman edi. Shu sababdan Damollam boshlagan bu yorqin ma'rifatchilik o'z taraqqiyotida tarixiy, ijtimoiy, siyosiy cheklamalar va to'sqinliklarga ko'p uchragan. To'sqinlik oldi bilan mustamlikchi hokimiyatdan kelgan bo'lib, mustamlikchi hokimiyat Sharqiy Turkiston xalqini jaholat, nodonlikda qoldirib idora qilish siyosatini yurgizganlikdan xalqning uyg'onishini, ilm ma'rifat o'rganib dunyoga ko'z ochishini qat'iy yoqtirmaydi. Shunga mustamlikchi hokimiyat Damollam boshlagan yangicha ma'rifatga tish-tirnoq bilan qarshi turdi. Buni oz degandek Qashqardagi Shivit konsulxonasidagilarmi Damollamga qarshi edi. Yangicha ma'rifat toza gullanayotgan bir paytda shu chog'dagi qeri mustamlikchi zolim Yang Zinshin bir tutash buyruq chiqarib har qaysi joylardagi yangicha maktablarni taqib etdi. Ikkinchi to'sqinlik dini to'nga urinib olgan hasadxo'r, xurofotchi, bid'atchi jonbaqarlardan kelgan bo'lib, ular yangicha ma'rifatga jon jahli bilan qarshi turib, turli yo'llar bilan to'sqinlik va buzg'unchilik qildi. Hatto xalqni bu yangi ma'rifatdan uzoqlashtirish uchun usuli jadid haram, uni o'qish dahriylikdir deydigan safsatilarni fatvo sifatida tarqitib yurish orqali mustamlikchi hokimiyatga qo'l cho'moq bo'ldi. Ular buning bilan to'xtab qolmadi, balki ichki tashqi dushmanlar, hatto Qashqardagi ajnabiy kuchlar birlashib bu ma'rifat yulduzini o'chirib etdi. Afsuski 1924-yili 14-avgust ma'lum bir xoin qo'l Abduqodir Damollamni o'zidi. Shuning bilan Damollam armon bilan shahid bo'ldi. Olim o'ldi, olam o'ldi. Büyük islohotchi olim Abduqodir Damollamning vaqtsiz olamdan o'tishi marhumning qo'lida echilgan ma'rifat g'unchilarini yolg'izlikda tark etgan edi. Ular tehi g'uncha edi. Ularning Damollamga zo'r ehtiyoji bor edi. Ular tehi Damollamdak ma'rifat buluqidan ichib qolmagan edi. Damollamdan ayrilib qolarmiz deb o'ylabmi boqmagan edi. Shum xabar tiz yayildi degandek Damollamning Ölüm xəbəri bir pəstila şəhər yezilərə pur ketdi. Qashqardagi mudarris olimlar, yosh taliblar, hunarvand kasiblar, yaqin atrofdagi yezilardan kirgan dehqonlar va yetim yesirlarning hammasi cheksiz qayg'u hasratga cho'kdi. Xalqning yig'a pig'oni osmon falakka ko'tarildi. Hitga maydoni odam dengiziga aylandi.
bütün el-yurt ma'rifat osmidan vaqtsiz eqib ketgan bu yo'lchi yulduz, qutb yulduziga ta'ziyalarini bildirdi. Xalq ommasi o'zlarining bu danishman olimini yodlab, uning sha'niga munda qo'shoqlarni to'qib chiqishdi. Tağut taşlar tevrinib, qattiq chaqmoq chaqqanmı? Tümen derya suları bugün tətir aqqanmı? Ay tutulmaz deptimiz, gün tutulmaz deptimiz, damollamğa dəyüzlər qəs qılalmaz deptimiz. Damollam şehit boldu, yatar jayı behiş boldu, damollamğa Qashqarlik köp yığlab behuş boldu. Bu qo'shoqlar maydonga kelib, aradan ancha uzun o'tmayla qushdek qanot chiqarib, Tangri tog'ining janubiy va shimoliga keng tarqalib ketdi. Xulosa, hamma odam cho'qim o'lidi. Ammo ba'zi azimatlar o'zining ikkinchi umrini yaratib bo'lganlik uchun xalqining qalbida qat'iy o'lmaydi va manguga hayot qoladi. Ulug' islohotchi olim Abduqodir Domollam ana shundoq azimatlarning biridir. Chunki Domollam xalqini jaholat, asorat va xorliqdan qutqizish yo'lida borlig'ini atagan va hayotini taqdim qilgan azimatdir. Domollamning xalqni uyg'otish va aqortish harakati diyorimizda qanchalik muhim o'rin tutgan bo'lsa, Domollamdan ayrilish o'rnini to'ldirish mumkin bo'lmagan darajada cho'ng bir bo'shliqni qoldirib ketdi. Abduqodir Domollamning fojialik o'limi va xalqimizning beshiga kelgan xorliqlar bizga o'z yo'l boshchilarini qo'g'diy olmagan millatning yetakchisiz qoladiganligini va xorliqqa mahkum bo'ldiganligini ko'rsatib berdi. Bu ochiq haqiqatdan ibrat olib, o'zini o'ngshamaganlar uchun tarixning qaytanadiganligi muqarrar. Domollamning haqiqatni jakarlashdiki, o't yurakdiki, o'z irodasidan yonmaslikdagi qat'iyligi va haq yo'lda xaym xatardan qo'rqmaydigan xislati bizga ko'p narsalarni o'rgatdi. Domollamni bütün ulamo, ziyoli ve bütün Uyg'urninki chin qalbida suyuladigan, chin qalbida hasrat bilan eslatiladigan mushundoq bir holatga keltirgan narsa Domollamning faqat olimliqla emas. Bu ikki narsa. Biri Domollamning mavqifi, yana biri jasorati. Olimlar o'zining mavqifi, o'zining mavqasi ve jasorati orqali mangulik bo'lib qoladi. Tarix qo'rqinchoqlarni xotirlamaydi, ammo o't yuraklarni xotirlaydi. İmam Azamninki o'z mavqasida ching turib, turmida azoblanganligi. İmam Ahmad ibn Hanbalning o'z fikrida ching turib, turmida qamchi yeganligi. Izziddin Abdusalomning o'z mavqasida ching turish orqali shuningda g'alaba qilganligi. Abduqodir Domollamning o'z mavqasida ching turish va irodasini qat'iy yonmaslik orqali o'zining aziz jonini taqdim qilib, xalqining qalbida gulxon yondirib qo'yganligi haqiqatan eslashga tegishli bir xotira. Haqiqatda ching turib, Allah yo'lida o'lish o'limlarning eng sharafliki va har bir mu'minning tiligi. Abduqodir Domollamning hayot musofasi har bir mu'min, har bir vatandosh uchun o'chmas ulgu bo'lib, bizga haqiqiy dindorlik, vatan sevgisi, xalqparvarlik, fidokorlik qatorliq oliy janob xislatlarni o'rgatdi. Abduqodir Domollamning obraziga hammadan bak muhtoj bo'layotgan mushu kunimizda marhumni cho'nqur sig'inish va hasrat bilan eslaymiz. Muhammad Yusuf